Assalomu alaykum aziz do'stlar. Bugun yana Toshkent shahridagi Saif Profes klinikasida operatsiyalarimizni amalga oshiramiz. Rejada ikkita operatsiyamiz bor. Birinchi bemorimiz Qozog'iston Respublikasidan kelgan. Bemorimiz 19 yoshli yigit. 2020-yilda, ya'ni 5 yil avval bemor shu chap ko'z sohasiga zarba tegan hamda jarohat olgan. Mahalliy mutaxassislarga uchraganda hech qanday operatsiya kerak emas deb aytishgan. Ma'lum bir vaqtdan so'ng bemorimizni shu chap ko'zi ichkariga botgan, ya'ni enoftalm sog'lom ko'zga nisbatan kichkina bo'lib qolgan bu ko'zi hamda ikkita ko'rish diplopiya boshlangan. Bemor xuddi shu shikoyatlar bilan bizga murojaat qildi va aniqlashimiz bo'yicha bemorda chap orbitaning pastki devorida nuqsonli sinish bo'lgan hamda shuning hisobiga bemorda enoftalm shakllangan. Operatsiyaga tayyorgarlik davrida chap orbita o'sha pastki devordagi nuqsonni bartaraf etish uchun maxsus individual implant yasatdik. Bu implantimiz sun'iy suyakdan iborat, ya'ni sog'lom orbitaning relyeflarini hamda andazasini to'liq takrorlaydi. Shu implantimiz orqali bugun chap orbitadagi pastki devorni plastikasini rejalashtirganmiz. Bizlarni kuzatib boring, albatta operatsiyalarimizga lavhalar qo'yib boramiz.